Baliq oviga ketyapmiz. Kun rosa issiq. Marinka usachga harakat. Manzilga ozgina qoldi. Manzilimizga ozgina qoldi yetishimizga. Shu daralar turgan joy manzil. Andijon Qum bozor. Hali doim manzilda aytib keting deydigan akalarimiz uchun maxsus Andijon Qum bozor yonidan kirasizlar. Mana shuni bo'ylab, shu kanal bo'ylab ketasizlar. Shu turba kelyapti, gaz turbasi. Shu turba, shu daraxtlar, shu baland daraxtlar metka. Shundan pastga oqqan suv bor, motipidan tushgan, shu tepadan tushgan. Suvdan olasizlar. Endi hozir tut bilan ilon chuvonga eksperiment qilamiz hozir. Mana zaganam zo'r zagan. Просто unga nariyadan peshkom kelish kerak edi. Mashinani qo'yib, men bir o'zimligim uchun qilmayapman. Sheriklar bilan bo'lsam, mana zagan rosa zo'r zagan. Karast uyasi karast. Karast o'ta ko'p. Vallahi ushashdi yaqinda. 700-800 ligini ham ushashdi. Katta karastlar. Ashti metka. Daraxtlar metka. Endi kelib turib, mana katta daraxt teraydi, eslab qolinglar. Mana shu metka, mana shu yerda suv bor, yaxshi suv bor. Usach, marinka, hamma balodan borda, karas, paras. Laqa ham bor, hatto laqa. Mana tashadik. Sizlarga aytgan joy, mana katta teraklar. Yaxshi joy. Marinka usach. 70-80 hozir chuqurligi. 1 metr bo'ladi chuqurligi. Aytlar, suv ko'tarilsa hozir ham suv baland ekan. Yaxshi joy. Qum bozorda yonidan kiriladi. Mana marinka chiqib qoldi. Natija bor, quruq emas, mayda chuyda. Ba'zilari o'lim sanga o'lib yuribdi, ba'zilari tirik. Qo'yveramiz, bugun mayda bo'ldi. Bularni qo'yveramiz. Mana sizlarga o'qib ketinglar. Katta balolarga yem mana. Bir ketdi hammasi. Hammasini jo'natib yubordik. Ketishdi. Katta balolar yevoradi. Shunaqa gaplar. Hobbiga bu balo emas, maqsad dam olish. Shunaqa quyosh tushmaydigan xilvat joylarda, ajinalar bor joylarda baliq tutyapmiz. Mazza. Urib tursanglar mazza. Bo'lakcha urularingiz. Bo'lakcha urular. Qattiq uring, qattiq. Narisini ham uryapti, buni ham uryapti. Lekin mayda. Katta narsa bunaqa qilib urmaydi. Millatib gup etib uradi. Gup etib bunaqa mayda balo chiqib qolar ekan. Uy bulut. Qanaqa baliq ekan bu? Cho'ta tushunmadim. Hozir ko'raylik-chi bu. Nima balo bu mana? Kim biladi? Kim biladi yapaloqqina? Verxi planmas.
Karasmas. Orvaq, liyapalaq. Platvarmikin, platva deydimi, nima deydi? Короче, bilganlar yozib yuborsin. Chiqib qoldi. Tushchi qani bir maga. Sherigim bormadi. Biram ilashibsan chiqmaydigan bo'lib. Chiqmaydigan bo'lib ilashibsan Mana u baliq. Nima baliq? Ajoyib baliqlar bor. Mo'ylon qaranglar, mo'ylon. Mo'ylonni qaranglar, mo'ylon. Lekin buni ana yozinglar. Nimaligini men ham to'g'risi birinchi marta ushadim. Bittayu, lekin bu yo'qoladi. Charas emasda bu. Men charasni yaxshi bilaman. Poployim qani ketib qoldi, cho'ta tushunmadim. Bitta poployim qolib kirib ketibdi. Qaramaydi qolsang shuda. Jinga qaramay qolsang bir yalaga olib kirib ketadi balolar. Xashak-shaylar ichiga. Mana suv oqyapti. Usach, malinka, koni. Просто hozir malinkaga usachga qiziqmayroq turibmiz hozir boshqa. Hozir to'g'rirog'i paplo qimillashiga qiziqib turibdi. Baliq ham muhim emas. Mish paplo qimillasa, olib kirib ketsa bo'ldi. Hozir qiziqmas. Mana ko'ryapsizmi? Shu o'tib kirib ketsa bo'ldi, shu qiziq. Ketdi. Ana ilon akalar. Ilon ko'rmaganlar uchun maxsus meni chaqqani kelyapti. Ilonni koni. Kattasini ham ko'rdim endi nimadan o'tdim-da, o'tib ketdi. Ketmon sopchalik keladigan. Undan katta desam yolg'on bo'lib ketadi. Yaxshi tortyapti, yaxshi qol. Ey dilbarim. Yaxshi qol. Блин. Inchal rayqaloqda suv. Mayt yaxshi. Ilon, so'zanay, kalamush. Shunaqa narsalar kon. Urgamchilarda dahshatlari bor. Katta o'yinlardi. Bir videoga olib. Блин. Tashiyman ko'rasizlar. Bля, deysizlar. Shu O'zbekistonda bormi shunaqa o'rgamchilar deysizlar. O'rgamchilar kattalari bor. Katta, shu to'qiyapti shu. Kattasi. Yemayapti, maydalari kelyapti. Mayda chuydalar. Ushlagan balolarni o'lib qolmasin, sekin qo'yaveray. Menga bu balolar kerak emas. Yashanglar. Обязательно mana bu baliqni yozib ketinglar. Mush yapaloq baliq.
Uvar. Yaşasın. 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 Yaşasın yosh avlodlar deydi-yu. Yosh avlodlarga yashash kerak. Ularga sharoit qilib berish kerak. Sal tuzukroq bo'lib qolsa endi osiylar bo'laveradi. Lekin mayda narsalarni o'ldirmanglar. Hech qachon. Hech qachon o'ldirmanglar. Mana shunaqa joy mana, zo'r joy mana. Вообще-то quyosh tushmaydi bu yerga. Tushishi mumkin ozmoz, yarim soat, 1 soatga. Manalar ham zo'r. Qandaydir shetlar ham o'tirsa bo'lasdi. Men ham bir burchalay bo'lg'ilamanda. Nima aytamiz, zo'r joy mana. 1 metrdan oshiq. 3-4 kun burun o'tirganman bu yerda. Karas olganman, karas. Net har kuni yemi yedirilib tushadi. Har kuni. Mana yana tushibdi. Suv uraveradi, turpoq tushaveradi. Taxminan bir 4 metrcha bor hozir balandligi. Shundan tushaveradi. Musorlar to'plab suvni dimlaydi. Shaq sinib ketgan, terasini ketgan. Mana shu Marinkani koni mana shu. Usach bilan Marinkani koni. Bu yoq mana bug'doyzor. Bu yog'i ko'rinmayapti. Короче, Kumbozor yonidan kiriladi. Kumbozor yonidan kiriladi. Yaxshi joylar. Baliq koni. Kumbozor. Abdushuy kelsangiz ham bo'laveradi. Po'la. Pepsi qilib Noruz qovunlar bilan, yeb ichish bilan Abdushuy kelib tam olsanglar bo'laveradi. Вообще quyosh tushmaydi. Maza qilasizlar. Maslahatim sizlarga. Ja unni joy emas. Baliq. Mana. Mana bitta chiqib qopti-yu bu jichasidan. Balolar bu. Kechimindayroqqa ahvolingni ko'raychi. Mana shu bolada ham yozib o'tib ketinglar. Nima baliq ekan. Laqami bu mo'ylov bor. Shuni ham yozib olinglar. Ozod ko'rayin men bu. Nimaligini, qanaqa balaligini yozib beringlar. Men buni uloqtiraman. Ketamiz endi, shamol bo'lib ketdi. Chayib ketyapti. Bu yerlar shamol bo'lsa lazat to'ziydi. Mana hali ham uryapti. Qani bu nima chiqarsan ekan? Короче, akalar, nayti bosib boringlar, kommentariy yozib qo'yinglar. Xullas, katta baliq ololmadim-u, bitta marinka oldim. Lekin maza qildim ama. Papluva qimillab turadi, qarang, tinmaydi. Urish kerak. Sizlarga ham bilinyaptimi? Yo, faqat o'zim ko'ryapman. Telefoncha zo'rmasda. Zo'r o'ganda zo'r bilinadi. Anaqa joy. Endi onda sonda olib qolasiz bu yerda ham sezoniga qarab. Hozir mana unchalik zo'r emas.
lekin maza qiladigan joyi. Poployska millab ding 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 qilib turadi. Bir olib yurib ketadi uzun qilib. Katta narsalar. Olib chiqib olsangiz olib chiqib olasiz u inson. Shunaqa joy. Hozir hammani uryapti mana. Maza qilasiz, короче. Ne urib turadi. Olganda otpaldik. Olgan payt mana qilib millatib dadil tortmayapti. Dadil tortgani u kattasi bo'ladi. Shoxchalarga ilashib qoladi mayllari. Juda yomon. Ketaversam ichinchida yig'ishtir qilamiz eng. Endi biz ham Abdushi yuraman demay ham uddali ko'pgina baliq tutadi. Ko'p yonda ikkita setkachalar. 3 ta ekan. Endi Rossiya setlar hamma yo'g'i moshni yasama nimalar. Kulubeshik, xullas yaxshi narsalarim bor, rossiyskiy bigizlarim bor. Bile tushib ketayotgan mana. Severlosi, ilmaligi, bigizlarda zo'rlari bor короче. Rossiyadan olib kelganman. Mana buni katushka ham qimmatga tushgan. Maqtanib sizlarga. Mana arzon katushka. Bu 2,5 rubllik, bu 3,000 rubllik. Bu 4,000lik, bu 2 ekan. 3,000lik ekan. Olib ketib tutyapti be. Nima bo'ldi? O'tirish kerak. Sanlar nima bo'ldi? Olib ketishyapsan. Mayda tortyapti. Yig'ishtiramiz endi. Bitta qarmog'imni yig'ishtirib qo'ydim. Xudo xolasa ertaga natijani bombasidan jo'natamiz. Ertaga xudo xolasa achchiq yo'lga ketyapmiz. 5-6 ta bolalar bilan Abdushi xudo xolasa bugungi yemlar tayyorlab ertaga yakshanba-yu. Ertaga moshni uryapti maydasi. Tinmay uryapti. Ertaga moshni balalarni videolari tushadi. Hayratda qolasizlar, maza qilasizlar tomosha qilib ham. Bu bola hali mayda balo ushlab yura olmaydi ekan, kattalardan ham ushlaydi ekan deysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Men esa yig'ishtirishni boshladim. Shu ketyapman, mana shu bitta qarma tashab olay deymanda. Sheringlar bo'l endi desa ham hozir. Mana kelar. Ertaga kutinglar. Udara bo'ladi. Videoda ham udara bo'ladi, uzog'i bo'ladi. Balalarda ham udara bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh.